Rasululloh alayhissalom rahim qilishlikda o'pshi aytganlar. O'pshi. Irhamu man fil ardi deganlar. Yerdagilarga rahim qilinglar deganlar. Bo'lishimiz kerak. De ahvolini ko'rib turib, de o'tirib, suhbatlashib, qarasak shu sovuqda yupqa kuzgi vitrovkada nimadadir o'tiribdi deylik. Assalomu alaykum. Oshna yaxshimisiz, suyimisiz? Uju suhbatlashish kerak. Farosatli odam 3-minutga borganda buni tushunib bo'ladi. Ketayotganda cho'ntagiga tarsatib $200 solib, oshna duo qilib qo'yamiz. Kimsiz? Sizga o'xshagan bitta odamman. Yo'g'ib qoling, bo'ltamam. Ko'rib, meni qiynalganimni ko'rib, siz ketaversangiz, sizni qiynalganingizni ko'rib, men ketaversam, Alloh ham bizdan ketadi, rahmat. Unutmaylik ekan. Xudo bizga rahim qilsin, baraka bersin, fayz bersin, rivoj bersin, o'sish bersin desak, bir-birimizni poddershka qilishimiz kerak ekan, unutmaylik.